juda ham zo'r, a'lo darajada. Shashkada qatnashdim, lekin yutqazdim. Birinchi turda g'olib bo'ldim. Katta ehtimol bilan yetish niyatimiz bor. Yana shu Navro'z bayramlariga sog' salomat hammaga kishilar Allohdan so'raymiz. Shundaqangi ulug' ayyom kunlari, ko'klamlarga birgalikda uzoq vaqtda yetishib va birgalikda nishonlash hammamizga nasib qilsin. Ishimizni unumdorligi, hozirgi qilayotgan qatlovlar hammasida Xudo xolasa o'zini izini topadi. Mana shu ishlarda sizlar charchamanglar, ishlaringizga baraka, natijasini ko'radigan bo'linglar. Rahmat. Bu bayramona demakki kayfiyat, ruh bizani shu yil davomida yoki keyingi bayramlarimizgacha tark etmasin. Shu kayfiyat bilan biz topshirilgan vazifalarni, qo'yilgan oldimizga maqsadlarni birgalikda hammamiz yorug' yuz bilan erishib yurishimizni so'rab qolamiz. Katta rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin.